Selamünaleyküm kanallarımız, hürmetli vatandaşlar. 300 kvadrat metre Karabürgen, 2 etajlı hoca Karabürgen vatandaşlarımız için yine acayip arzan narxda variant çıktı. Hürmetli arkadaşlar, ham pişen kerüşten sağlangan, taşkent stilde arka tarafından eldinden haddi ba. Yurttugan seni paxsala bilen elde beklengen zabur kılıp darvazalar, demir darvazalardan, maşin kovadan messalar bu. Eldinden bu maşin kovadan messa hem kanalizasyon hem eldine çıkan. Hürmetli vatandaşlar, gaz ve sudan muamması yok. Taşkent isteyenki Ahumba meşrinedim yakın yerde joylashgan 2 qavatlı 300 kvadrat metr xonadan can polni remontdan chiqtirdi. Gelishsangiz fasadlarni ham travertinlarni qilib beradilar. Alifallar ham qilingan. Sizlar belli polni steshga qilingan. Bismillah deb ichki qismi bilan tanishib o'tamiz. Yani girgandan katta dalan kutib olasizlar. Yana bir 3 metr 3.10 uzinasi bir 12 metr razmerlar bor. Hurmatli vatandoshlar, devorlardagi aboylar ham super mo'yshi aboylardan yarki svetlardan foydalanganlar. İşler hammasi ajoyib MDF ishlardan. O'ng tarafimizda lestinsamiz yog'och lestinsalardan laklab chiroyli qilib qo'ydilar. Bu yerda suv sho'chiklari o'rnatilgan. Elektrik avtomatlar ham o'rnatilgan. Har xona uchun отдельный. Rozetka hujjatlarni ham yaxshisidan qo'yganlar. Oyoq tiklarimiz teplый pol qilingan, birinchi etaj polni teplый pol kollektorlar esa bu yerda joylashgan, devorning ichida chiroyli qilib o'rnatib qo'ydilar. Bu yerda bir xonasi, bu yerda ikkinchi xonasi, keyin bu tarafimizda sanuzel, oshxonasi joylashgan. Bog' ham katta tushgan. Patologlarımız ise ortalama natija chetlari gipsokardon bilan kaplanib, galagellar ham o'rnatilgan. Galagellar hamma yerda bor, hamma xonada. Hurmatli onajon, hamma yerda o'rnatib chiqqanlar. Bu zal qismimiz bo'ladi. Zalimiz 3/1 6,5 razmerlarda devorlar oboy qilingan, patologlarimiz shu galagellar qo'yilgan, natijalar qilingan. Tayyor xonadan menda bir taxlab uborka qilib ham beradilar. Hurmatli vatandoshlar, xolasangiz gelişirken halda işlerden qilib ham beraveradilar. Bog' taraflarini chiroyli qilib, hele da ishlari bor, shularni ham qilib beradi. Birimiz 3'e bir 5,5 razmerda bor. Aynalar plastik ramlardan devorlari aboylar qilingan, mo'yshi ajoyib aboylardan. Patologlarimiz o'rtalar oq matvi natijalar qilingan, chetlari gulla xili. Patologlarimiz chetlari esa gipsokardon bilan kaplanib, galagellar qo'yilgan. Kendinizler kısalgan hem yerlere ve teplý pol kollektorları birinci etaj teplý, ikinci etaj ise registrda kızardı. Onun tarafımızda bir de sanuzel kısmı bo'ladi. Yine unitaz, vanna, rakoninlara, aristolla polni qo'yilgan. Hayaltilari kafel, devorlar ham kafel, patologlar ise plastik. Galagellarni o'rnatib qo'ydilar. Bu oshxona qismimiz. Oshxonamiz ham kichkina emas, yana bir 3,5 metrlar bor. Mana 320, 330 chiqadi. Teplý pol qilingan. Zamonaviy duxontaning настенный отоплениялari bor. Stabilizatorlar qo'yilgan, sirkulyatsiya uchun nasos ham bor. Gaz to'shiqlangan, fartuqlar qilingan. Patologlarni shu galagellar o'rnatib, o'rtaga natija qilib qo'ydilar. Kuxnya mebel so'ttirsangizlar, chiroyli qilib qurg'oy ajoyib bo'lib turadi. Bog' tarafini kuzatib o'tsak, bog'imiz hali zo'tilmagan. Hurmatli vatandoshlar, kelsangiz o'tib ham beraveradi. Katta tushgan, dim uzun bog'. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda bir naves qilib, tapchan qilib qo'ysangizlar, yozda chiqib dam olib o'tirmoqqa ajoyib mes bo'ladi. Barbekülarni o'zsangizlar, quruq steshga qilib, o'rta ziloniy zona o'tirsa, ajoyib bog'. Ko'p odam bog'li hovli joy yoqadi. Hozir bilasizlar, bog' yo'q, hisob kichkina bog' qoldiradilar hovli joylarimizda. Yer maydoni kichkina bo'lgani uchun bu 300 kvadrat metr ham narx ham zo'r, narxi $70.000 aytilib turibdi. Ustida gelishlardan yeri bor. Suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Bog'cha, maktab, transport hech nima bo'lmaydi. Shani ajoyib mestasida, texnik zo'r mestada joylashgan, berimiz xo'la bo'ladi. Ya'ni mehmon suvodan mesa qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Yana bir 3 metr 3.10, 7 metrlar bor. Bu yerda yana 2 xonasi ham bor. Galagellar qo'yilgan patologlarni, aboylar, mo'yshi aboylar bilan yuritilgan sen aboy qilingani bilinmaganlik yarki svetlardan foydalanganlar, oppoq svetlardan. Berimiz spalnisi bo'ladi, yine 3'e 5,5 razmerlar bor. Bu tarafimizda esa zal bor. Xolasangiz buni ham spalni qilib qo'yasizlar. Pastda 2 xonasi bo'lsa, belani spalni qilaverasizlar. Oyoq tellari laminatlar yoyilgan, registrlar qo'yilgan, aboylar ham qilingan, patologlar esa natijoy chetlari galagellar bilan o'rnatilgan. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli do'stlar, kanallarimiz a'zolari, hovli joyimizni, mesa polojiyasini eslatib o'tsak,
Urganch shahrimizda Toshkentga yaqin, ko'chalar ham asfalt bo'lgan, Oxunboy masjiddan ham yaqin azon sasi uyingizda eshitilib turadi. Narxi 70 ming dollar bo'lgan 300 kvadrat metr 2 qavatli hovli joy bilan tanishib o'tdik. Kimlardir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Mulkiyatini yonına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib olishingizlar mumkin. Toshkentskiy stilda oldindan hadda bu orqa tarafından yine 300 kvadrat metr munning narxida, hurmatli do'stlar, 300 kvadrat metr joy bermaydilar. Yo'landim yaqin marshrutdan ham muammosi yo'q, bog'cha maktablar ham hammaga o'ng'ayli. Çalış bozorlar ham yaqin, hurmatli vatandoshlar. Eğer kanallarımızda yangilar bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarımizda görüşünce xayrlab qolamiz.